Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Bizni kanalimizga kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarimiz. Joninglar sog'mi? Qayerda bo'lsangizlar ham Allohga omonatsizlar. Bugun yana to'xtamasdan sizlarga yana ishlarimizni tavsiya qilamiz. Ishimiz esa Moskva, Moskovskiy oblast 5 ta skladda bo'ladi. Bu yerga ham erkak, ham ayol, ham семейный paralar bemalol ishga taklif qilinadi. Faqat dokument bo'lishi shart va zarur. Patent dokumentlaringiz hammasi taq bo'lishi shart va zarur. Hozir ishni ma'lumotini aytib o'taman. Faqat sizlardan bitta podдержка iltimos deydi-ku. Mana shu videoga befarq bo'lmangizlar. Men o'ylashimcha, biz biron yomon narsa sizlarga tavsiya qilmayapmiz. Yo biron ochiq-sochiq narsalarni aytmayapmiz, akalar, opalar. Prosta agar imkoniyatlaringiz yetsa, mana shu videoga bitta like, kommentariy so'zini yozib qoldirsangizlar, sizga ish ma'qul bo'lmasa, boshqa vatandoshimizga ma'qul bo'lib qoladi. Biz birgalikda inshaalloh savobga ega bo'lamiz. Mumkinki keyingi ishimizni tavsiya qilganimiz inshaalloh sizlarga ma'qul bo'lib qoladi. Joninglar sog' bo'lsin. Podдержкалар uchun katta rahmat. Agar podдержка chotki bo'lsa, xudo xolasa, mana shu videomiz yaxshi like, kommentariyani bossalaringiz, keyingi ishimiz 5000 rubldan har kuni to'lov. Har kuni kechqurun расчет qiladigan ishni chiqaramiz, yotoq joyi tekin. Podдержкani ko'ramiz. Akalar, opalar, ishimiz esa skladda bo'ladi. Skladda mebel, mikrovolnovka, shunaqa tezda skanerda bo'ladi. Tezda skanerda smenasiga 4000 rubldan 8000 rublgacha ishlash imkoniyatiga ega har bitta vatandoshimiz. Pastda nomerlarni qo'yib o'taman. Menejerning nomeri. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Faqat iltimos vatandoshlar, dokumenti tayyor bo'lgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerda Max ilovasi, WhatsApp, Telegram bor. Bemalol telefon qilasizlar, aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Ishimiz 11 soatlik ish vaqti. Yotoq joy bu yerda 4 ta sklad aytib o'tgandek, 4 ta skladda 4 xil usloviyasi bor. Bir xilida bor yotoq joyi tekin, pitaniyasi tekin. Bir xil skladda borki, yotoq joyiga 260 rubl bir sutkaga to'laysiz va pitaniyaga to'lamaysiz, besplatno. Pastda nomerlarga aloqaga chiqingizlar, inshaalloh bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Yotoq joyida rasmlarini qo'yib o'taman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin inshaalloh. Kimga ma'qul bo'lsa, borib ishlashlaringiz mumkin. Faqat dokumenti bor vatandoshlarimiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kuzatayotgan vatandoshlarimiz, bilet olib beradigan ish degan vatandoshlarimiz uchun podдержкani bossalaringiz, men inshaalloh sizlarga bilet olib berib ishga chaqiradigan inshaalloh firmalardan sizlarga ishni tavsiya qilaman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Videoni cho'zmaymiz. Hammalaringiz uchun e'tibor uchun katta rahmat.